Dilnoz aka, Covid qaytadan kirib keldimi? Yo'q, bu Covid emas, lekin yaxshigina gucha ega bo'lgan virus ekan. Yana o'zim ovozimni qarang, qachondan beri yaxshi bo'lmaydi. Covid bo'lmasa, lekin o'tib ketish qiyin bo'ltirdi-ku. Nechta olinmalarni tavsiya berasiz? Avvalo, antibiotiklarga shoshilmaymiz o'rtoqlar. Bu oddiy yo'li bilan virus. Viruslarga esa antibiotiklar ta'sir qilmaydi. Xalqimizda shunday vahima ko'tarildi. Xo'sh, nima qilamiz? Bu virusga qanday kurashish kerak? Virusga qarshi degan. Demak, birinchi navbatda bizga suv yordamga keladi. Ha, oddiygina suv. Siz oddiy suvni turli xil ko'rinishda farzandlaringizga berishingiz mumkin. Masalan, oddiygina shipovnik damlamasi, romashka damlamasi ko'rinishida. Agar qani ichirib olsangizlar, o'rsa sink preparatlarini bolalaringizga ichirib olsangizlar, nur ustiga a'lo nur. Ya'ni biza qancha suyuqlik ko'p bersak, shunchalik organizmni tezroq yuvib virusdan xalos bo'lishina yordam bergan bo'lamiz. Ikkinchi o'rinda esa bizga sorbentlar yordamga keladi. Ya'ni Lactofiltrum, Polysorb, Enteraskel kabi preparatlarni qabul qilish orqali biza organizmimizga tushgan yovuz dushmanni bartaraf qilishimiz mumkin. Biza bilamizki, sorbentlar organizmga tushgan turli xil zaharli moddalarni, toksinlarni o'zi bilan birga olib chiqib ketish xususiyatiga ega. Bu virusli kasallik jarayonida albatta biz belgilarga qarshi kurashmasdan ilojimiz yo'q, ya'ni simptomlarga qarshi. Hozirgi kunda bu virusning eng asosiy simptomlaridan biri bu isitma. Isitma 3 kun, 5 kun davom etayotgan holatlar bor. Siz albatta farzandingizga yoki o'zingizga isitma tushiradigan preparatlardan, og'riq qoldiradigan preparatlardan foydalanib turishingiz maqsadga muvofiq hisoblanadi. Masalan, paracetamol svecha, ibuprofen svechasi sirop ko'rinishida nimadan foydalanasiz? Masalan, ibuprofen siroplardan kuniga 2-3 mahaldan foydalansangiz bo'ladi. Ana endi oxirinda eng muhim gapni aytaman. Kasallikka qarshi eng zo'r kurashib beradigan bizara preparat bu sizning immunitetingiz. Biza immunitetimizni mustahkam qilish orqali kasallikka eng mustahkam qalqon yaratgan bo'lamiz. Demak, biza vitamin D, vitamin C, sink elementlarini doimiy tarzda qabul qilish orqali o'z immunitetimizga kuch bag'ishlagan bo'lamiz. Immunitet esa bizni shunday turli xil viruslardan, kasallikdan himoya qilishda o'zining katta hissasini qo'shadi. O'z immunitetingizni doimiy ravishda mukofotlab, rag'batlantirib boring, muassasalar ishining turli xil viruslarga vaqtida yordam beradi.